Vazni sali kam 18 tonna bo'lgan XMG frontal pogruzchigini obzor qilib beramiz. Ushbu texnikamizning modeli XC958 bo'lib, uzunligi 8,5 metr, eniga 3 metr, balandligi naqd 3,5 metrni tashkil qiladi. Texnikamizning kovshiga keladigan bo'lsak, naqd 5 tonna, 3,2 kubani tashkil qiladi. Olgan yuklarni 3 metr va 45 sm balandligigacha olib chiqib, ortib berish quvvatiga ega. Shinalarimizda karierni hisoblanadi. XMG zavodida ishlab chiqarilgan 23,5 ga 25 razmerdagi XMG ning zavodskiy shinalari bilan jihozlangan. Vichay dvigateli bilan jihozlangan. Bu dvigatel ekonomik dvigatel hisoblanadi. 220 ta ot kuchiga ega. Boshqaruv turi joystick hisoblanadi. Shofyor uchun barcha qulayliklar yaratilgan. Tabloyimizda texnik informatsiyani barchasini berib turadi. Konditsionerimizda, pechkamizda, magnitofonimizda va o'zimizning zavodskiy pardamiz bo'ladi. Ichida zip komplektlari bilan birga to'liq. Texnikamizga akalar 2000 matachas yoki bo'lmasa o'zimizning servis sentrdan 1 yil mobaynida servis xizmatlari ko'rsatib beriladi. Garantiya beramiz, ya'ni bu texnikamizni kelib korxonamizdan 59500 dollar evaziga xarid qilishingiz mumkin. Pastda telefon raqamini yozib qoldirganman, telefon qilib to'liq ma'lumot olsangiz bo'ladi. Texnika Advance Service kompaniyasida hammalarni kutib qolamiz.